Uf dema deydi Xudoy taolo. Uf dema. Uf dema deyapti, undan yog'ini qo'yaver. Uf demagin ota-onang, jerkima. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan hadislarda ma'nolarida vorid bo'lgan bir ma'no borki, ota-onang mushrik bo'lsa, ularning ko'ziga tikka qarang. Biz birodar 7 otamiz musulmon, alhamdulillah. Lekin ba'zida 3-4 so'mlik bo'lgan kishi bo'lib jerkib qo'yamiz. Aralashvermang mening ishimga, shu jerkis. Xudo bandani fe'lini biladi-da, jerkima deyapti. U ota-onagacha juda og'ir botar ekan-da. Uni endi katta bo'lib shu farzand jerkiganda biladi. Ishimga aralashvermang deyish, undan ko'ra bir shapaloq urgan shu azobidan shu yog'ini. Yosh bolaman, dada. Shu jerkish bu. Uf dema deyapti, jerkimagin ota-onangni. Xudo biladda biz shunday qilishimizni. Qur'onda oyatda aytib qo'yibdi. Topolyapsizmi otangizni? Olyapsizmi otangizni? Dunyoda farzandga